yo'lni yaratamiz. 100 kun survival. Xo'sh do'stlar, barchaga salom. Sizlar bilan men Fetmiki. Bilaman, ko'p vaqtdan beri video chiqmadi, biroq endi bunday bo'lmaydi. Mana 10 kunlik vijvaniyamiz ham boshlab oldik. Birinchi navbatda daraxt chopib olamiz. Daraxt chopgandan keyin verstak yasadim. Shaxtaga ketdim. Tezda kirka. Endi toshlar. Ben ise toshli kirka yasab olgach, qolgan tosh asaxlarni ham yasab olishni boshlab yubordim. Video hozir tezlashtirilgan kadrda bo'lyapti. Sizlar zerikib qolmasliklaringiz uchun. Aslida bu videoni qo'shgan paytim 2 soat chiqdi naq. Yaxshi, hamma tosh asaxlarni ham yasab bo'ldim. Endi ko'mir va yangi versiyada o'ynayotganim uchun hozir biroz yana mis ham olib olaman. Sizlar esa zerikib qolmaysizlar degan umiddaman. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Balki videom zerikarli chiqayotgandir, yana bilmadim. Tezgina ko'mir, boshqa narsalarni ham oldim. Ana, endi esa ketdim. Keyin esa qo'ylarni o'ldirib oldim. Va menda katta qon topdim va kremi yo'qmi deb ko'p o'yladim va hozircha tavakkal qilmasga qaror qildim. Keyin yana biroz oziqa to'pladim. So'ngra esa qishloq topdim. Keyin esa qolgan go'shtlarni ham pishirib olishga qo'ydim. So'ngra esa go'shtlarni pishirib bo'lgach, ularni yig'ishtirdim va yana qishloqqa qarab otlandim. Menda buncha go'sht hozirchaga yetadi. Shakar qamish ham olib oldim. So'ngra esa qishloqqa yetib kelgandan so'ng tunda o'tkazib yubordim. Mana ikkinchi kunda ham boshlab oldik. Bu vaqt ichida men somonlarni yig'ishtirib chiqdim. So'ngra og'orutda ham. Keyin esa lapata yasadim. Bunga sabab qishloqchalar menga kelajakda kerak bo'lardi, shuning uchun ularni ko'mib qo'ymoqchi edim. Va bu yerda golni topib oldim. Uni o'ldirib yubordim, bechora. Lekin menga temir kerak edi. So'ngra esa ishni boshlab yubordim. Mana tayyor. Endi siberga yotoqlarni olib kelib, qo'ng'iroq chalish qoldi. Mana ovoz to'g'rilab qo'ydi. Bo'ldi. Endi esa bo'ldi все. Karotlarni yig'ishtirib olib qo'yib chiqamiz. Parkurda menimcha haqiqatan ham asov ketdim. Ana qo'ng'iroq chalamiz, kelinglar, hammanglar kelinglar. Ana qishloqlar kelishyapti. Endi esa oznon yasab olamiz, qishloqlarni ko'paytirib olish uchun. Bu qishloqda juda kam uy bor ekan. 1, 2, 3, 4 tami uy bor ekan. Bu esa juda ham kam. Va 4 deydi, 4 ta qishloqqa kutilgandek juda ham kam. Shuning uchun ularni ko'paytirish uchun nom beramiz. Qolgan 8 tani ham berib yubordim. Qishloqlarni ko'paytirish muvaffaqiyatli bajarildi. Undan so'ng yana bir qishloqni ko'rmaganim, uni qamab qo'ydim. Keyin o'zimga qalqon yasab oldim. So'ngra shakar qamishlarni ekib chiqdim. Paqirga suv ham olib oldim. Keyin esa o'zimga g'or ichidan uy qurishga qaror qildim. Yo'qotni men boshqa YouTuberda ko'rib qolgandim va shunaqa men ham qurishga qaror qildim. Keyin esa kirkam sinib qoldi. Mana shunday. Muammo emas deb shartta boshqasini yasab yubordim. So'ng esa qolgan joylarni ham tozalab qo'ygach, uy uchun daraxt chopib kelmoqchi bo'ldim va daraxt chopishga bordim. Daraxtlarni chopib sizlarga shu narsani aytib o'tmoqchimanki, sizlardan ming bor uzr so'rayman. 3-kun ham boshlandi. Nimaga uzr so'rayapman? Ancha vaqtdan beri video chiqmadi. To'g'risi bu video bundan ancha oldin chiqish kerak edi. Biroq men nimaga chiqqanimni aytayim, erindim. To'g'risida o'ylashim, uncha erinchoqsan deb endi o'zim ham bilmadim.
Shatta qolgan daraxtlarni ham chopib yubordimda, shatta uyimni bezashga boshladim. Endi bu yog'ini ko'rib olasizlar. O'zimcha har xil stillar qilib uyimni bezashga harakat qildim va menda o'zimga yoqadigan bir kichik stil paydo bo'ldi. Mana tayyor. Endi qolgan narsalarni o'rgatamiz. Verstak, pechka, sandiq, yotoq. Endi buni shinam uy desa bo'ladi. To'xtaydi. Bir narsa qolib ketgandek. Eshik. Ana. Endi haqiqatan ham zo'r, shinam, chiroyli uy bo'ldi. Bu uyga 10 ballik sistemadan necha baho bergan bo'larsiz? Kommentariyada yozib keting. Obuna bo'lib like bosib esidan chiqmasin. So'ngra esa narvonlar yasab oldim. Bunga sabab pastda qon ochmoqchi edim men. Qon ochish uchun narvonlar ham qo'yib bo'ldim. Tunchiqqani uchun esa uxlab yuborishga qaror qildim va 4-kunga ham kelib oldik. Bo'ldi. Endi esa shatta daraxtlarni chopib oldim. Endi daraxtlardan o'zimga yangi kirka va qolganga ham yasab oldim. Ya'ni narvon. Undan so'ng esa boshqa temirlarni yig'ib chiqdim. Yo'lda yana temir ko'rdim, ularni ham oldim. Yana biroz ko'mir ham paket uchun. Yana bitta temir ko'rdim. Xullas bu yerda katta kon topdim va bu yerga tushishga qaror qildim. Mash'ala yasadim, o'zimcha bir nimalar qilishga harakat qildim va u yerga tushdim. Tushishga tushdim, biroq u yerni saf etish men o'ylaganchalik oson bo'lib chiqmadi. Mana o'ldim. So'ngra narsalarni olish uchun yana qaytib bordim. Yo'lda undan so'ng esa jang qildim. O'zimni o'rab ham oldim, kirkamni ham yo'qotdim. So'ngra esa jang qilib kirkamni olishga qoldim. U bilan jang qilib yana bir marta o'ldim. Ikkinchi marta o'ldim. Hamma hech narsa qilmaydi deb turib yana konga borgan edim. Borganimni bilaman. Yana bir marta o'lib qolsam bo'ladimi? Nechina ham butga o'xshayman. Mana 3-marta o'ldim. Hech narsa qilmaydi deb yana konga bordim. Borganimni bilaman. Narsalarni yig'ishtirdim. O'zimni payqaga keltirdim. Jang qildim. Hoblarni olishdim, harakat qildim. So'ngra yerni egalladim. Keyin esa asta-sekin temirlarni ham qazib olishni boshladim pastdagi. So'ngra qolganlarni ham. Birin-ketin temirlarni qazladim va qolgan temirlarni ham olib chiqdim. So'ngra qolgan temirlarni ham oldim. To'g'risi uqondagi hamma temir, lazurit va shu kabi narsalarni yo'ldan chiqqanlarni olib oldim. Keyin esa tepaga qaytib chiqishga qaror qildim. Tepaga qaytib chiqishim vaqti o'zimga qulay bo'lish uchun yana yo'lakcha ham qilib qo'ydim. Axir suvli kon ochib chiqqandim. Endi bemalol borib kelishim mumkin. Faqat yana bu yerni ham qilib qo'yishim kerak. Sep. Ana, bo'ldi. So'ngra tepaga chiqqandan keyin shakar qamishlar o'sganini ko'rdim va ularni yana qaytadan ekib qo'ydim. Keyin esa hamma temirlarni oldim. U kishi 48 ta temir bo'ldi. Qalinlardan tushadigan temirlarni ham hisoblaymiz. Va nihoyat. Keyin esa go'shtlar, temirlar va hammasini pishirishga qo'ydim. So'ngra esa o'zimga kichik огородcha qilib qo'ydim. Sabzi, kartoshka, non va shu kabilarni o'stirishga. Va ularni ekib chiqdim. Somon urug'larini ham yerdan yetmaganda o'tlarni to'plab ekib chiqishga qaror qildim. Sizlar esa bu payt like va obuna bosib qo'yinglar. So'ngra konda skirtlardan chiqib suyaklardan suyak kukuni tayyorladim va qolgan o'simliklarni o'stirdim. So'ngra esa kartoshkalarni ekib chiqdim. Keyin esa bir qatorini yana kartoshkaga qo'shdim. Sababi kartoshka to'yimli ovqat. So'ngra esa somonlarni yana ekib qo'ydim. Keyin esa temirdan o'zimga aslahalar yasashni boshlab yubordim. Full set tayyor. O'zimni endi mana temir odam deb atasam bo'ladi. Keyin yana bir o'tili temir aslahalar ham yasab yubordim. Temir kirka va qolganiga yetmay qoldi. Shu payt men uxlab olishga qaror qildim. Va 5-kun. So'ngra esa men daraxtlarni chopishni boshladim.
daraxt chopishimga sabab meni asaqlanishni deb qolgandi va temirdan ham yangisini yasashim kerak. So'ngra esa meni temir odam deyish mumkin. So'ngra o'zimdagi ortiqcha narsalarni qo'yib yana konga otlandim. Olmoslar topishga. Va ularni topdim ham. Ikkitasini qazib oldim. So'ngra esa bu paytda o'zim nima qilganimni bilmayman. Redstone qazash uchun bir blok qazagandim, olmos topib oldim. Buni o'zim ham qanday qilganimni bilmay qoldim. So'ngra yana meni chetishatyapti deb o'ylamaylar. Buni o'ylagan haqiqatan ham topib oldim. So'ngra esa atrofda yana bormikan deb qazilgani va bor ekan. Yangi versiyada shu narsa bor. Bizda chalg'itish uchun olmoslarni orqasiga yashirishadi. Va bu yerda ikkita bor ekan qolganda. Yana bormikan deb atroflarni chiqarib qo'ygandim. Yo'q, ikkita bor ekan. So'ngra esa bu yerda Vardenning uyini topdim. Vardenning uyini topgandan keyin ana bu yerda ko'z ko'rmayotgan bo'lsa, meni ko'zim bir ko'z ana shu yerda olmos ko'rib qoldim. So'ngra bu yerda yana lava ko'llari ham bor ekan. Esa portlovchga qiynalmaymiz. So'ngra o'zimga olmos kirga yasadim. Keyin esa men daraxt chopishni boshladim. Sababi esa menga shu paytda men kuchli qo'yni ko'rib qoldim. Kuchli qo'y bilasizlarmi? Juda ham kamyob narsa. Mening uchrash ehtimoli adashmasam yo 5% yo 0.5% edi. Men uni shartta o'rab qo'ydim-da, tun tushgan payt uxlashga yotmoqchi bo'ldim. Biroq menga mana Kriktor xalq berdi va uni o'ldirmoqchi edim, biroq portlab ketdi. Yaxshim uyimga zarar yetkazmadi deb shartta uyimga kirib, eshikni yopib uxlab yubordim. Va 6-kun ham boshlandi. 6-kun boshlangandan so'ng esa tezda yashitda to'g'rilashga kirishib ketdim. So'ngra esa kecha chopgan daraxtlar orqali o'zimga sigir ferma qilishga qaror qildim. Sigir ferma qilishimga sabab uning juni kerak edi menga. Juni kerakligi sabab uning junini men kitoblar yasash uchun qilmoqchi edim. Kitoblar esa qishloqlarni kitobxonachi qishloq qilishga yordam berardi menga. Shuning uchun menga yana qog'oz ham kerak. Shuning uchun shakar qamishlarni ham ko'paytirib qo'ydim. Keyin esa kitobchi kafedrasini yasab jitlardan savdolashni boshladim. Va menga million yil o'tar-o'tmas 14 ta zumradga mening sehri chiqdi. Ya'ni narsalarni qayta tuzatish. Shartta uni o'zgarmaydigan qildim-da, kommunchi qishloqqa stolni yasab, yana daraxt chopishga kirishib ketdim. Yana daraxt chopib bo'lgandan so'ng tun tushgan ekan. Shuning uchun uyga qaytdim va uxlab yubordim. Va bizda 7-kun. 7-kun bo'lgach, men o'zim chopgan daraxtlarni taroqchalarga aylantirib sotishni boshladim. Taroqchalarga aylantirib sotgandan so'ng esa bu qishloqning darajasi oshdi. Qishloqning darajasi oshgandan so'ng esa men tashqariga chiqdim va o'zimga yana jum bo'lish uchun xo'tikni o'ldirdim. Xo'tik emas, ya'ni hajir. Kim bilmasa, Minecraftda eshak va ot boshqa hayvonlar. To'g'ri, buni hayotda ham shunday. Biroq hajir nomli boshqa bir otga o'xshash hayvon qismon turi ham bor. Bu eshak va otning birlashmasi, ya'ni o'sha ikkalasining bolasi bu hajir. Bu umuman boshqa jonivor. Men o'shani uchratib qoldim. Keyin esa mollarni ko'paytirib qo'ydim fermadagi samonlar orqali. So'ngra esa o'zimga charx yasadim. Bunga yasaganimga sabab menga yangi versiyalarda qo'shilgan, ya'ni kompas orqali o'zimizni bazaga yo'l topadigan narsa yasash edi. Uning nomi to'rs xos esimdan chiqib ketdi, biroq topsam aytarman. So'ngra esa tezgina uxlab yubordim. 8-kun. So'ngra esa men o'sha blokni yasadim. Mana eski versiyalarda bu narsani yasash uchun nezirit kerak edi. Biroq yangi versiyalarda buning craftini o'zgartirishdi va unga temir kerak, nezirit o'rniga. So'ngra buni kompasga ulasak, kompas faqat shu blokni ko'rsatadi. Bu orqali bazamizni biz hech qachon yo'qotib qo'ymaymiz. So'ngra esa tezgina qishloqlarning oldiga tushmoqchi bo'ldim. Lekin esa bu fikrimdan qaytdim. Sababi menga yana zumrad va shu kabi narsalar kerak edi. So'ngra yana ozgina fermamga qarab qo'ymoqchi bo'ldim. Biroq o'smaganini ko'rib, shakar qamish fermamga tezda yo'l oldim. So'ngra shakar qamish fermamdagi shakarlarni ham yig'ishtirib oldim.
shakarlarni yig'ishtirib olgach, u yerda yana bitta ikkitasi o'sgan ekan. Ularni ham oldim. So'ngra yana shakar qamish o'sgan ekan, uni ham oldim. Keyin yana kuch jarayonida men o'zim bu ikkita otni ko'rib qoldim. Qishloqda bor ekan. Ularni ham o'rgatib olishga qaror qildim. So'ngra egarni yasadim. Egarni yasadim. Yangi versiyada egarni yasash mumkin. So'ngra esa bu otni o'rgatgach, unda biroz sayr qilishni boshladim. To'g'risi bu ot menga qandaydir sekin tuyuldi. So'ngra men Nargisni o'rgatmoqchi bo'ldim. Bunga sabab Minecraftda otlar har xil tezlikka ega. Buni menimcha ko'pchilik bilmaydi. Men shuning uchun bu otni ham o'rgatdim. Bu otni ham o'rgatgandan keyin men haq bo'lib chiqdim. Bu ot chindan ham juda ham tez yugurar ekan. Faqat uni chiqarishda biroz qiynaldim, chunki balandga sakramas ekan. So'ngra bir amallab qiynalib bo'lsa ham chiqardim. Mana videoda menimcha sezilyapti shekilli, narigi ot va bu otning tezligi o'rtasida yaxshigina farq bor. Bu anchagina tez yugurar ekan. So'ngra esa men tezgina bu otni yana ichkariga kirgizib qo'ydim. Faqat men bunaqasiga kirgizmoqchi edim, bu kirmadi. Shuning uchun sakrab o'tkazib qo'ydim. Keyin esa tezda shakar qamishlarni ham kesib oldim. So'ngra esa yanada o'sish uchun afkga o'tirdim va o'sdi. Tezgina uni ham olib oldim. Keyin esa tepaga chiqdim va qog'oz bilan kitob yozadim. Kitobdan Cafeteria blok orqali jitlar qilmoqchiman. Ba'zi bu jitlar juda ham men asabimni buzib yuborishdi. Bir kiradi, bir chiqadi, tiqilinch va asabim buzilib ketdi. So'ngra men bu jitlar qamaguncha bir kun o'tib ketdi va 9-kun keldi. Shundan 9-kuni men uxlab yubordim. Shundan so'ng esa uni beqqa qo'yishga qaror qildim va yana savdolashmoqchi bo'ldim. Savdolash payti unchalik ham ko'p cho'zilmadi. Atigi 2-3 marta blokni sindirib qo'yishga to'g'ri keldi va menga omad 3, ya'ni men izlayotgan kitob chiqdi va nechta izmurudga deng, naq 42 ta izmurudga. O'sha payt men 42 ta izmurudligini sezmadim va o'zgarmaydigan qilib qo'ydim. Bu mening katta xatoimlardan biri edi. Pushtiqo'yni ham tekshirib qo'ydim, yo'qolib qolmagan deb. So'ngra esa men yana izmurudlar ishlash uchun daraxt chopishga kirishib ketdim. Daraxt choparkanman tezgina qolganlarni ham topib oldim. Iloji boricha ko'proq chopishga harakat qildim. Chunki 42 ta izmurud uchun juda ham ko'p chopish kerak edi. Keyin esa barcha daraxtlarni chopib bo'lgach, yana bir-ikkilarni ham ekib qo'ydim. Har holda o'rmon qirilib ketmasin. To'g'ri, o'rmon qirilmaydi, biroq yaqin-yaqindan chopsang, ba'ziga borish yaxshiroq bo'ladi. So'ngra esa men hammasini tayoqchalarga aylantirdim-da, kamonchi jitilga sotish uchun bordim. So'ngra savdolash vaqti. Savdolashib bo'lgach, u savdolashmay qo'ydi. Shunda men undan biratida shundan keyin men fermamga qaradim. Fermamda ham bir nechta o'simliklar o'sgan ekan. So'ngra esa shakar qamish fermaga ham qarab qo'ydim. Ko'paytirib qo'ydim ularni. So'ngra esa yana daraxt chopishga kirishib ketdim. Bunga sabab yana menga tayoqchalar kerak edi. Keyin esa borib turib yana tayoqchalarni sotdim. Tayoqchalarni keyin menda 23 ta izmurud to'plandi, biroq hali ham yetmasdi. Камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Ko'zlarni maza qilib, dam oltirgach, chiroyli mazani tomosha qilib uxlashga o'tdim va 10-kun boshlangach, mana biz videoni nomida yozib qo'yganimdek 100 kundan 10 kunni yashab bo'ldik. Yana shunday 90 kun yashashimiz kerak. Menimcha buni eplay olamanmi bilmadim. Biroq bu videoga ko'p vaqtim ketdi. Obuna bo'lib, like bosishingizni aytsangiz. Bo'lmasa video tugadi.